Do'stlar, futbolka ishlab chiqarib, oldiga har xil xalq orasidagi qiziqarli gaplardan pechat qilib, uzun marketda sotib ko'ramiz, qancha foyda yoki zarar borligini birgalikda hisoblaymiz. Xullas, bu birinchi video, boshladik. Ishni material tanlashdan boshladim. O'zim materialga yaxshi tushunmaganligim sababli materialga yaxshi tushunadigan odamni o'zim bilan birga oldim va Abu Saxiy material video olib o'tirdim-da, shu uchun. Xullas, materialga yaxshi tushunadigan odamni olib turib, Abu Saxiyni material bozoriga tushdik. Bizda maqsad oq va qora rangdagi bazaviy futbolka tiktirish edi. Shu sababdan ham oq va qora rangdagi materiallarni qidirdik. Lekin material nisbati yaxshiroq bo'lishi kerak. Shu sababdan ham qalinroq material qidirdik. Ammo bozordan oq material topa olmadik. O'rniga ivory rangdagi materialdan oladigan bo'ldik. Boshlanishiga qorasidan 5 kilo va qaymoq rangidan 5 kilo oldim. Chunki birinchi partiyani ishlab chiqarib, sotib ko'rishim kerak edi. Qancha o'zi foyda qilsa bo'ladimi, yo'qmi, o'zim uchun test qilishim kerak. Shunga 5 kilodan oldim. Futbolkalar standart razmerda bo'ladi. Chunki razmerli qiladigan bo'lsak, undan aslatga qolib ketishi mumkin. Shu sababdan o'zimga yoqadigan eng sevimli futbolkamni olib turib, oversize futbolka edi. O'shani materiallarga qo'shib bichuvchiga berdim. Bichuvchi meni futbolkamdan andoza olib, hammasini bichib berish kerak edi. Bichuvchi futbolkani tayyor qilguncha men futbolkani oldiga pechat qilish uchun ideya o'ylashim kerak edi. ChatGPT bilan maslahat qildim, lekin undan tayinli g'oya chiqmagandan keyin xalq orasida yurgan har xil prikolni gaplarni olishga qaror qildim. Suvdek bo'ling yoki oktagon liga menga jang ber, shunaqa narsalarni qo'ymoqchi edim, ammo bu juda ham bachkana bo'lib ketar ekan. Shu sababdan ham o'zimni o'ylab yurgan narsalarimni yozishga qaror qildim. Bular odamlar nima deydi? Konstant qo'shig'idan olingan. Kameralar kechirmaydi. Hamma yoqda radarlar bor. Shunga o'zim g'oya qilgandim. Farosat megabayt emas. Bu Erik Haydarning gapi. Musaffo osmon deb yozib turib, osmonni ustidan chizib qo'yganman. Bu o'zim o'ylab topganman uni. Orzular orzululigicha qolmas, yurak urib tursa bas. Bu hamma biladigan o'sha mashhur so'z. Free to use deganman. Miyani rasmini qo'yib turib, tagidan free to use deb qo'yganman. Ya'ni miyang foydalanish uchun tekin, iltimos miyangni ishlatib yur, foydalanib yur degan maqsadda. Coffee Rain Book oddiygina Coffee yomg'ir kitob, shunaqa vibe. Xullas shunaqa 8 xil yozuvni olib turib, Canvaga kirib, ularga logo yasab turib, 8 xil yozuvni oq va qora futbolkaga pechat qilishga qaror qildim. Tayyor logodan olib turib, pechatchiga tashlab berdim. Pechatchi ularni qayta Corel Draftda chizib turib, menga futbolkani qayerda joylashish kerakligini joylashtirib tashlab berdi. Menga ma'qul kelgandan keyin ularga qolip yasatish kerak edi. 8 ta logo uchun 2 ta dona qolip yasatdik. Bitta qolipning narxi 300 ming so'm, ikkita qolipga 600 ming so'm rasxod qildim. Bu orada men futbolkalarim bichuvchidan keldi. 10 kilogramm tovardan, materialdan 37 ta dona futbolka bichildi. Donasini 2000 so'mdan bichib berdi. Pechatchi ham bitta dona futbolkani oldiga pechatni 2000 so'mdan urib berdi. Qolganini keyingi videoda ko'rasiz.